katta yo'l yoqasiga yaqinroq bo'lsin, asfaltdan ko'p ichkariga kirmagan uylar bo'lsin degan 12 sotixlik maydonli uy qidirgan tanishlarga albatta jo'natib qo'yamiz. Chunki bu uyimiz albatta siz uchun. Qarang, Sultonzodalar choyxonasida bitta oldingi ko'cha, o'ng qo'ldagi kirib kelishda 300 metr, 200 metr ichkariroqda. 12 sotixlik hovlimiz. Hovlimizda yashash uchun 2 ta xona va usti yopilmagan 5 ta xona bor. Keling ko'rib chiqamiz. Buni garaj sifatida foydalanish uchun qilishgan ekan. Asosiy xodi darvozaxonasi u tomondan qilingan. Ushbu ko'rib turgan maydonimiz darvozaxona sifatida qilingan. Chap qo'l tomonimizda esa ikkita mehmonxona, ya'ni ayollar va erkaklar uchun. O'ng qo'l tomonda 3 ta spalni, kattalar va 2 ta bolalar uchun spalni. Bu yerda tayyor holatdagi ikkita xonamiz bor. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi xonamiz. Oshxona tashqarida vaqtincha qilingan va bitta yana yashash xonamiz bor. Uy to'rida esa banya, hojatxona tashlangan. Foydalanish turibdi. Kamchiliklar yo'q. Hovlini ko'rib turibsiz, kengina va chiroyli bog' qilingan. Ushbu kengina hovlisi bor va ko'tarilmagan uylar bor bo'lgan uchastkamiz uchun egalari 600 million so'rashmoqda. Ozroqgina kelishadigan joy bor ekan. Aloqa raqamlarini pastda qoldiramiz, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Biz bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat.